Assalomu alaykum, kitobsevar kitobxonlar. Ohangaron shahar axborot kutubxona markazi sizlarga yozuvchi Ashurali Jo'rayevning Onajon nomli kitobini o'qishni tavsiya etamiz. O'zbek adabiyoti ona haqida yozilgan durdona asarlarga nihoyatda boy. Onani ulug'lashda, madh etishda ijodkorlarimiz chin ma'noda yurak haroratini qog'ozga to'kkanlar. Nasrda ham, nazmda ham har qancha maqtovga arziydigan samimiy va qadrli asarlarimiz borligi bizga g'urur va iftixor bag'ishlaydi. Ushbu to'plamdan o'rin olgan she'rlar asosan ona haqida, onaning ulug'ligi va beqiyos fazilatlari haqida. Bu she'rlarni o'qish jarayonida dastlab kishi ko'z oldiga o'z onasining nurli va mehrli siymosi namoyon bo'ladi. Bu oddiy kitob emas, balki kitob javoningizdagi eng mo'tabar joydan o'rin oladigan she'riy javohirdir va bu javohir har bir xonadonga nur olib kirishiga ishonamiz.